qidirib ko'chaga chiqib ketibdi. Bolani qidirib topsa, u hali ham yerga rasm chizib o'tirgan emish. Unga yaqin kelib nima qilayotganini so'rabdi. Bola yana o'sha alfozda javob beribdi. Erkak unga qarab, menga ham o'sha yerdan sotgan qancha turadi deb so'rabdi. Bolakay 1 million dinar turadi amaki deb javob beribdi. Bu javobdan taajjubga tushgan kishi, sen bola nima deyapsan o'zi? Kecha meni xotinimga 20 dinorga sotibsan-ku, debdi biroz asabiylashib. Bolakay jahli chiqib turgan odamga qarab, amaki, xotiningiz puli jannatni sotib olishga emas, meni ko'nglimni olish uchun bergan edi. Siz jannatni shunchalik arzon deb o'yladingizmi? debdi. Bu javobdan haligi odam lol bo'lib qoldi. Jannat arzon ham emas, qimmat ham emas.